Assalomu alaykum. Hozir 30 sekund ichida boshlaymiz. Ogohlantiraman. VPN ni yoqib, keyin ko'ringlar. Chiqib ketib VPN yoqib ko'ringlar. Kim VPN ni tushunmasa farzandlariga aytib, o'rnatib, keyin VPN ni Amerika, Germaniya, Angliyaga o'xshagan ingliz tilida gapiradigan, rivojlangan Yevropa yoki Amerika yoki Avstraliyaga o'xshagan mamlakatlardan ko'ringlar. Iltimos, sizlardan 1 so'm ham, 1 tiyin ham ketmaydi. Sizga zarar bo'lmaydi. Videoni chiqargan odamga ozgina foyda bo'ladi. Assalomu alaykum marafonimiz ishtirokchilari. 14-kunga o'tamiz. Kim birinchi yangi qo'shilgan bo'lsa, birinchi kundan boshlash esdan chiqmasin. Yangi qo'shilganlar, men yangi qo'shildim desa chatda. Birinchi kunga yo'naltirish esdan chiqmasin. Xo'p. Kim nimanidir topa olmasa, qatdan topishi, yordam berayotganinglarni ko'rib turibman. Rahmat. Xuddi shunaqa birinchi kunga yo'naltirish esdan chiqmasin yangi qo'shilganlarni. Xo'p, demak, ertalabga bir bokal suv ichamiz. Karam bilan petrushkadan salat qilib, hammasini yeb olamiz. Keyin zavtrakka o'tamiz. Zavtrak bugun zapikanka bo'ladi. Tuxum bilan birga, sabzavotlar bilan zapikanka. 2 ta tuxum kerak. 150 gram gulkaram, 50 gram ismaloq, 1 choy qoshiq o'simlik yog'i, zaytun yoki semchka yog'i va kimda gulkaram bo'lmasa, uni o'rniga brokkoli ishlatishi mumkin yoki kabachok ishlatishi mumkin. Xo'p. Gulkaramni qaynatib pishirib olamiz. Keyin tuxum, ismaloq bilan birga o'sha idishimiz bor, duxovkada ovqat pishiradigan idishlar bo'ladi, formali. O'shanda 20 minut duxovkada pishiramiz. Agar kimda duxovka bo'lmasa, xuddi shuni qozonda dimlab pishirib olishi mumkin. Mana gulkaramni pishirib oldingiz, suvini to'kib tashlaysiz. Haligi o'simlik yog'idan 1 choy qoshiq qo'shasiz. Ustiga tuxumni chaqasiz, ismaloqni birinchi solib, ustiga tuxum chaqasiz, prosta pasolovda pishirib olasiz. Tak. Endi hosil bo'lgan ovqatimizda 24 gram oqsil bo'ladi, 20 gram yog' bo'ladi va 7 gram uglevod, 3 grami kletchatka, 2 grami shakar, 2 grami kraxmal. Xo'p, demak, insulinda hisoblasa yarim единица insulin, 1 единица insulin yetadi. O'rtoqlar, mana bunaqa молочный kokteyllar chiqqan. Mana yogurt boshqa, молочный kokteyl boshqa. Молочный kokteyller ham sizlarga mumkin emas narsa hisoblanadi va bitta o'sha idishida, bitta porsiyasida 6 qoshiq shakar bo'ladi. Qondagi qon toshib ketadi. Mana Vengriyada shunaqa tekshiruv o'tkazilgan. 500 ta diabet odamni tekshirishgan. Mana shunaqa молочный kokteyller ichadigan odamlar sizlardagi oqsilli va sabzavotli nonushtaga o'tganida glikerlangan gemoglobini 0,3% ga 3 oyning ichida kamaygan. Bu bizga ma'lum bo'lgan tekshiruvlardan shulardan bitta o'xshashi 2019-yilda American Journal of Clinical Nutrition'da chop etilgan. 120 ta qandli diabet bemor ishtirok etgan. Mana shunaqa oqsilli sabzavotli nonushtalar glikerlangan gemoglobini 0,4% ga tushirgan 12 haftaning ichida. Mana bu xatolar va undan keyin keladigan maqolalar bir-biri bilan bog'liq. Mana misol uchun qarang. Ertalabki meva yeganlarni xatoligini tushuntiramiz yoki mevani sokini etganini tushuntiramiz va hayotda xuddi shunaqa tekshiruv o'tkazib, o'rniga mana bunaqa tuxumli, sabzavotli nonushta iste'mol qilganda qanchalik sahar tushganini o'rgatamiz. Demak, mana bu xatolar havodan olinmagan. Agar darsimizda xato bo'lsa, qaysidir xato, demak, undan keyin shuni o'rniga shu ovqatni yesa, sahari yaxshiroq tushgan deb o'rgatiladi sizlarga. Mana shu bog'liqlikni bilishinglar kerak. Xo'p, keyingisi obeddan oldin bir bokal suv ichamiz va rukola bilan bodringni to'rab salat qilib yeb olamiz. Bodringni ko'proq to'langlar. Obedga baliq bo'ladi bugun. Любой baliqni ishlatishinglar mumkin. Sazan bo'lishi mumkin yoki losos bo'lishi mumkin, forel bo'lishi mumkin. 200 gram baliq kerak, 100 gram brokkoli kerak, 50 gram qizil sabzi kerak. Sabzini ichida karotinoidlar bo'lishi va ko'zni retinopatiyadan asrashini aytganmiz, lekin 50 gramdan ko'p mumkin emas, chunki ichida shakari bo'ladi. Xo'p, 1 osh qoshiq o'simlik yog'i va tabga qarab ziravorlar kerak bo'ladi. Prosta baliqni bo'lib,
qovurib olamiz birinchi o'sha o'simlik yog'ida, keyin brokkoli bilan sabzini qo'shib 20 minut dimlaymiz. 36 gram oqsil, 16 gram yog' o'sha ovqatimizda va 8 gram uglevod bo'ladi, 3 gram kletchatka, 2 gram shakar, tak yana 3 gram kraxmal holatida bo'ladi. Yarim 1 единица insulin kerak. Endi qaranglar, mana pizza yeydiganlar bor. Pizza zo'r ovqat, gap yo'q. Kim pizzani yaxshi ko'rsa, mana shu gapimdan keyin pizza desa, mana qaranglar. Ichimizda kola desa, kola ichkisi kelib qoladigan, shashlik desa, shashlik yegisi kelib qoladigan. Yana boshqa ovqatda otini aytsanglar, nima ovqatda otini aytsanglar, shuni yegisi kelib qoladigan odamlar ko'p. Xuddi shu alternativa, xuddi shu pizza, diabetda mumkin pizza retseptlar kanalida bor. Qo'shilgansizlar. Retseptlar kanaliga srazi hamma 315 ta retseptni tashlab qo'yganman. Demak, o'sha yerdan pizzani topib pishirib yeyishinglar mumkin, lekin marafon paytida emas. Keyin pishirib yeyaverasizlar. Bir oylik marafonning hurmati bo'lsin. Yana bir oy kamida vaqtinglar bo'ladi. Balki undan ham oshiq vaqtinglar bo'lar. O'shanda pishirib yeysizlar. Demak, qaranglar, Finlandiyada tekshiruv o'tkazilgan. Baliq yeganlarni, sabzavotlar bilan birga baliq yeganlarni glikerlangan gemoglobini baliq kamroq yeganlardan ko'ra 0,3% ga pastroq bo'lgan. 2020-yilda Diabetes, Obesity and Metabolism degan jurnaldagi tekshiruv 200 ta odam qatnashgan. Baliqli ovqatlarni sabzavotlar bilan birga iste'mol qilish glikerlangan gemoglobinni 12 hafta mobaynida 0,5% ga tushirgan, sahar tushiradigan doriday. Xo'p, kechqurunga bir bokal suv ichamiz va pekinskiy karam bilan petrushkani aralashtirib salat qilib yeb olamiz. Hammasini yegandan keyin ovqatga o'tamiz. Bugun ovqatda mol go'shti va sabzavotlardan qaynatma sho'rva bo'ladi. 150 gram mol go'shti, 100 gram ismaloq, 50 gram selder, boshqa ko'katlar va 1 litr suv kerak bo'lar ekan. Kimda ismaloq bo'lmasa, o'rniga karam yoki brokkoli ishlatishi mumkin. Oddiy bosh karam yoki brokkoli ishlatishi mumkin. Xo'p, значит, просто 20 minut mol go'shtini qaynatib olamiz, qaynatma qilamiz. Eslatib o'taman. Kimga shu narsa yoqmasa, sho'rvaga to'ymasa yoki yegandan keyin kechqurun qorni ochib qolib boshqa narsa yeyishga majbur bo'lsa, xuddi shuni dimlamasini qilish mumkin. Xo'p, mol go'shtini qaynatib olamiz. Keyin ismaloq bilan selder qo'shamiz, yana 15 minut qaynatamiz. Keyin oxirida ustiga zilovorlar va zelin, tuz qo'shib, tuzni boshidan ham qo'sharsizlar. Ustiga o'sha svejiy zelindan qo'shasizlar. Bir porsiyamizda 32 gram oqsil, 14 gram yog' va 6 gram uglevod bor, 2 gram kletchatka, 1 gram shakar, 3 gram kraxmal. Yarim 1 единица insulin ko'pi bilan kerak bo'ladi. Qaranglar, Janubiy Koreyada 500 ta odamni tekshirishgan 4 oy mobaynida kechqurunga go'shtdan va sabzavotlardan sho'rva ichganlarning glikerlangan gemoglobini 0,3% ga pasaygan va kechqurun qondagi qandni oshib ketish holatlari kamroq kuzatilgan. 2018-yilda Clinical Nutrition jurnalida 300 ta odam qatnashgan maqola chop etilgan. Kechqurunga mana shunaqa sho'rvalar, oqsilli sho'rvalar, ya'ni baliq yoki go'shtli sho'rvalarni sabzavotlar bilan iste'mol qilgan odamlar 12 hafta mobaynida glikerlangan gemoglobinni 0,4% ga tushirgan. Qaytaraman, любой 3 oy ichida glikerlangan gemoglobinni 0,4% ga tushiradigan narsa bu sahar tushiradigan dorining quvvatiga teng narsa hisoblanadi. Tak, bugun velosiped haqida gaplashamiz. Sport temasida. Demak, 2015-yilda Diabetes Care jurnalida chop etilgan 102 ta odam qatnashgan. Haftasiga 150 minut velosiped uchgan odamlar, ya'ni 5 kun mobaynida yarim soatdan uchgan odamlar 12 hafta mobaynida glikerlangan gemoglobinni 0,5% ga tushirgan va insulinga sezgirlikni oshirgan. O'rtoqlar, sizlardagi diabetdan tuzalayotgan bunaqa gruppa haqida ma'lumot, bunchalik ko'p diabetdan tuzalayotgan gruppalar haqida ma'lumotlar internetda yo'q. Ya'ni sizlarchalik to'g'ri yo'ldagi odam yo'q. Bor bo'lsa ham sekretda tutiladi va birovga oshkor qilinmaydi yoki biz u narsani hali topmaganmiz. 30 minut kam. Mana bu yerda bizada kanalimizda yiliga, misol uchun kanalimizda emas, meni nazoratimda 1000 dan oshiq diabet odam tuzaladi. Bir marta velosiped uchib tuzalgan odam yo'q. Ertalab 1 soat, kechqurun 1 soat uchasizlar.
ko'chaga chiqib o'tish shart emas, velotrenajyor olib haydasa bo'ladi. Yurish yoki velotrenajyor desa, tanlasa, sog'lom odam bo'lsa yurishni tanlaymiz. Yurish deganda bemalol yuradigan sog'lom odam skandinavcha yurish, oddiy yurish yoki yaponcha yurish desa, yaponcha yurish yoki skandinavskiy. Agar tekinga bo'lsa, ya'ni aksessuarlar sotmasdan yurish bo'lsa, yaponcha yurishni tanlaymiz har doim. Agar sog'lom bo'lsangiz, yarasangiz, yuragingiz chidasa. Agar eng foydalisi mayli xarajat bo'lsa ham desa, bu skandinavskiy xadba, haligi ikkita o'zini hassasini olib yurish. Bunga lekin pul talab qilinadi. Pul talab qilinmaydigani oddiy yurish. Velosipedga ham pul talab qilinadi, lekin hamma ham beli og'rigani, oyog'i og'rigani, suyagi yemirilgani, eri ko'chaga chiqarmagani, uyda begovoy daroshkasini yo'qligi, ko'cha sovuq, qorong'i, kuchuk bor. Shu sabablarga ko'ra ko'chada yura olmaydigan odamlar velosiped haydashi mumkin. Mana juda ham samarali sport hisoblanadi. Velosiped bo'lsa, ko'chada haydasanglar 1 soat ertalab, 1 soat kechqurun haydaysizlar. Bu taxminan 20 kilometr joy, 10 kilometrga borib kelish kerak. Uyda haydasanglar shu uni nagruzkasi bo'ladi. Avval 1-2 oy nagruzkasi haydanglar, keyin oyiga bir marta bir nagruzkasini oshiringlar, samaraligi oshadi. Dabavkalar haqidagi qismga kelsak, demak, psilium haqida gaplashamiz. Psiliumni oldin ham o'rgatganman. YouTube'da buni videolari bor. Endi alohida o'rgataman. Psilium bu shunaqa podorожник degan o'simlikni urug'idan olingan kepakka o'xshagan mahsulot. Kepagimiz suvda erimaydi, psilium suvda eriydi. Eruvchan kraxmal, eruvchan kletchatka hosil qiladi va o'sha qondagi qandni, ichakdagi ovqatlar tarkibidagi qandni so'rilishini sekinlashtiradi va to'qlik hissini beradi. Shuning uchun qondagi qandni tushirish xususiyatiga ega. Mana bitta jurnalim meta analiz degani 35 ta maqolani yakuni glikerlangan gemoglobinni 0.6% ga tushirgan. Bu juda kuchli natija. Psiliumning nonlarimiz bor edi. Endi bu yerda psiliumni o'zini ichish haqida bo'ladi. Yana bitta 2016-yil, 2019-yilda ham 210 ta bemor qatnashgan, psilium ichirishgan, 0.5% ga glikerlangan gemoglobinni 12 hafta mobaynida tushirgan. Yana bitta jurnal 2020-yilda bu yerda xolesterinni ham tushirgan. Psilium supermarketlarda, sport magazinlarda dabavka sotadigan va aptekalarda sotiladi. Qayerdan oling deb so'raysizlar, bilaman. Psiliumni sahar tushirish uchun 1 choy qoshiq 1 stakan suvga eritib 3 mahal ovqatdan yarim soat oldin ichiladi. Bemalol. Qabziyatda ham ichaklarda o'sha qabziyatni yaxshi qilish uchun ham ishlatish mumkin, xolesterinni tushirish uchun ham ishlatish mumkin. Xo'p, demak, shu bilan bugungi 14-kunimiz ham tugayapti. Пожалуйста, juda ham yaxshi natijalarga erishayotgan bo'lsanglar kerak. Xursandman. Inshaalloh ertaga ko'rishguncha. Xo'p, videoni oxirida shuni aytmoqchi edimki, sizda har xil savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu mahsulotni qayerdan topaman, qayerdan sotib olaman, qanaqa pishiriladi, tayyori yo'qmi? Yana shunaqa juda ko'p savollar paydo bo'lishi mumkin. Ikkita yo'li bor. Yoki bu narsalarni hammasini mustaqil o'zingiz hal qilasiz, yoki bizani o'zimizning chatimiz bor. Bu chatimizda kuratorlar bor va tuzalgan bemorlar, o'sha hamma narsani tushunadigan odamlar bor. Xohlagan kuningiz sizni hech kim majburlayotgani yo'q. Lekin orada yangi odamlar bor. Ular misol uchun, voy undan ko'ra pulligiga qo'shilaman. Bu shunaqa yaxshi bo'lsa, agar bitta video shunaqa yaxshi bo'lsa, qolganlari bundan ham zo'r bo'lsa kerak. Kuratorlarning poddershkasi yoki doktordan so'rab turish imkoniyati, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, men undan ko'ra pulligiga qo'shilaman degan odamlar bo'ladi. Pullik narsa har doim yaxshi bo'ladi va yaxshi natijaga erishiladi. Chunki odam ijtimoiy, ayniqsa ayollar ijtimoiy mavjudot. Ijtimoiy degani ular boshqalar bilan aloqada bo'lishi kerak. Gaplashish kerak, savol berish kerak,
muhokama qilish kerak, ayollar bir-biriga retseptlarni o'rgatadi, yana boshqa savollar bor. Erkaklar ham shu jumladan ijtimoiy mavjudot. Bir o'zi hech kim diabetdan tuzala olmaydi. Gruppa bo'lsa tezroq tuzalib ketadi. Bu narsa ixtiyoriy, hech kim sizga majburlayotgani yo'q. Xohlasangiz Telegramimga pullik marafonga qo'shing deyishingiz mumkin. Bu narsani xohlagan payt qilishingiz mumkin. Xohlagan payt qilishingiz mumkin. Agar kimda kim bo'lib qolsa, pожалуйста, kutamiz. Erta har doim bilib qo'yinglar, pulli narsa yaxshiroq bo'ladi va foydasi ko'proq bo'ladi.